Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Umra safariga sentyabr oyiga qabullarimiz davom etyapti. Azizbek, avgust oylariga ham qabullarimiz bormi? Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Siz Xudo xolasa sentyabr oylariga qabullarimiz ochildi. Toshkent, Farg'ona, Namangan, Samarqand, Surxondaryodan bor. Avgust oyiga bormoqchi bo'lganlar uchun mana hozir avgust oyining oxirlariga keldik. Avgust oyiga ham reyslarimiz bor. Farg'onadan Xudo xolasa, Farg'onadan boshlaylik aka. Farg'onadan 29-avgustga Farg'ona, Madina, Farg'ona bor. 27-avgustga Namangandan Namangan, Jidda, Namangan bor. Endi Toshkentdan 27, 28, 29, 30-ga bor. Toshkent, Jidda va Toshkent, Madina yo'nalishi. Asosan Toshkentdan ham ko'proq Madinaga ham uchyapti. Orada Jidda reyslar bor. Qaysi biriga to'g'ri kelsa shunga qo'yib uchirib beramiz. Samarqanddan bor, 30-avgustga bor. Samarqand, Madina, Samarqand bor. Termizdan bor, Termiz, Jidda, Termiz bor. Hammasi 14 kunlik standart paket aka. Narxlari avgust oyiniki Vodiydan $995 skitkasi bor. Toshkentdan $975 yaxshi chiroyli skitkalarimiz bor unga ham. Samarqanddan ham, Surxondaryodan ham skitkalarimiz bor, qilib beramiz. Narxlari Samarqandniki $1045, Surxondaryo ham $1045. Lekin bularning hammasida skitka bor. Bu misol uchun yaxshi chiroyli qilib skitkalar qilib beryapmiz, ziyoratchilarimiz maza qilib borib kelishyapti. Endi sentyabr oyiga keladigan bo'lsak aka, tartib bilan aytib o'tib ketsam, sentyabr oyida Baxtiyor aka 5-chi, 12-chi, 19-chi va 26-chi sentyabr sanalariga Farg'onadan Madinaga bor. Farg'ona, Madina, Farg'ona bor. Keyin 6-chidan boshlab 6-chi, 13-chi, 20-chi va 27-chiga Namangan, Jidda, Namangan bor. Namangan, Madina, Namangan ham bor orasida. Endi Toshkent shahridan 1-chi, 2-chi sentyabrga bor. 1-chi, 4-chi, 5-chiga bor. 7, 8, 9, 10-chiga bor. 12-chiga bor. Hozircha 12-sentyabrgacha Toshkent, Jidda va Toshkent, Madina reyslarimiz bor. Xudo xolasa Samarqanddan bor. 6-chidan boshlanadi. 6-chi, 13-chi, 20-chi va 27-sentyabr sanalariga Samarqand, Madina, Samarqand bor. Nimadan ham? Termizdan ham xuddi shu sanalarda 6, 13, 20 va 27-sentyabrga Termiz, Jidda, Termizimiz bor. Hamma paket 14 kunlik standart. O'sha har doimgidek 3 kun Madina shahrida, 11 kun Makka shahrida. Ziyoratlari Madina ziyorati, Makka ziyoratlari bor. Xudo xolasa Ravzaga so'zsiz inshaalloh olib kiradi. Ravzadan muammo yo'q. Endi Makka shahriga kelingandan keyin ibodatlar hamma yo'llar bo'lgandan keyin aka Madinadan kelib Makkaga ibodatlarni qilib hamma yo'llar bo'lgandan keyin Makka ziyoratlari va Qizil dengiz sayohatlari ham mutlaqo bepul dasturga ichiga kiritilgan. Endi narxlarini tanishtirib o'tdim, mana kunlarini aytib o'tdim, paketni standartligini aytib o'tdim. Hamma narsasi Xudo xolasa joyida. Mehmonxonalari ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, bu birinchi o'rinda mehmonxona. Mehmonxona qancha metrda yoki qancha kilometrda? Uni ichki joylashuvi qanaqa? Necha kishilik? Bu savollar juda ko'pchilikka qiziq. Keyin yana bitta savol bor. Ziyoratchilardan juda ko'p menga keladigan savol, nimaga sizlarda narx arzon deydi. Boshqalar bilan solishtirsak $30-40 farq qiladi hamma joydan deydi. Chunki biz birinchi qo'lmiz aka. Bizdan chiqadi, biz sotamiz, bizdan olib foydalanishadi. Endi mehmonxonaga keladigan bo'lsak, Madina shahrida mehmonxonamiz Divan al-Hijra va Meroj Toyiba 250-300 metrda Masjidul Nabaviyga 4-5 daqiqalik piyoda yo'l. Makka shahrida eng yaqin mehmonxonamiz Sama al-Misk. Sama al-Miskdan Masjidul Haramgacha 800 metrlik, 900 metrlik yo'l. Piyoda 10-15 minutda kirsa bo'ladi. Avtobusda 5 minutda kirib qo'yadi. Ikkinchisi Darbunyan mehmonxonasi 1 kilometr 400 metrda, uchinchisi Ravat al-Manasik mehmonxonasi 1,5 kilometrda. Ikkovi mana shunaqa yonma-yon holatda joylashgan. Darbunyan va Ravat al-Manasik mehmonxonalari yonma-yon. Sama al-Miskdan ham bemalol piyoda qatnasa bo'ladi. Endi narigi ikkita mehmonxonadan faqat avtobus qatnovi orqali bo'ladi. Endi yolg'on gapirish kerak yo'q, undan ham piyoda qatnasalar bo'ladi. Sabab
O'rtada tunnel bor. Tunnel borligini hisobiga piyoda qatnab bo'lmaydi. Tunnel juda uzun. Tunnelni ichiga o'zi odam piyoda qo'ymaydi ham. Chunki yerda harakat ko'p. Shuni hisobiga faqat avtobus qatnovi, lekin 5 daqiqalik yo'l. Mehmonxona joylashuvlari Madina shahrida ham, Makka shahrida ham 3, 4, 5 kishilik joylashuv asosida. 3 kishilik xonalari ham bor, 4 kishilik xonalari ham bor, 5 kishilik xonalari ham bor. Endi juda ko'pchilikning yana bitta qiziqtirgan savol, oilaviy borsak birga tursak bo'ladimi deydi. Bizda erkak ayol joylashuv asosida bo'lganligi uchun Baxtiyor aka faqat va faqat erkaklar bilan, ayollar bilan turadi. Yo'q, men borib oilam bilan, oila a'zolarim bilan turmoqchiman, ota-onam bilan, ahli ayolim bilan, bola chaqam bilan deganlar uchun Madina shahrida buni iloji yo'q, sabab juda qimmat. Bir kishiga $50 doplata bo'lib ketib qoladi. Misol uchun 4 kishi bordingiz aka, siz Madinada 3 kun turmoqchisiz. $600 qo'shimcha to'lov qilishingiz kerak. Chunki Madinada xona qimmat, kishi boshiga $50 dan to'g'ri keladi. Endi xuddi shu narsani Makka shahrida qilaman desangiz aka, Makka shahrida 1 kishimisiz, 10 kishimisiz farqi yo'q. Misol uchun endi men misol keltirib aytyapman. 1 kishi, 2 kishi, 3 kishi, 4, 5 kishigacha, chunki xonalar 3 kishidan 5 kishigacha. Endi turmoqchi bo'lganlar, misol uchun kimdir oilasi bilan xotin boradi, kimdir ikkita bolasini olib boradi, kimdir ota-onasini olib o'zi yakka boradi. Shunaqalar отдельно turmoqchi bo'lsa aka, bunaqalar uchun mana $200 xolos. Makka shahrida o'zim отдельно xona sotib olaman deganlar uchun o'sha 3 mahal oziq-ovqati, hamma narsasi bilan 11 kunga $200 to'lov qilishadi. Arzon turadi aka u. Endi Madina shahrida bu qimmatligi uchun biz Madinada uni qilib bermaymiz, lekin Makka shahrida o'sha yerdan sharoit qilib berishga, misol uchun sharoit qilib beramiz. Xona sotib olib, boshqa qilib, bu savol ko'pchilikni qiziqtiradi, Baxtiyor aka. Xudo xolasa yana qo'shimcha savollari bo'lsa, qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, WhatsApplarimiz, Telegramlarimiz ishlab turibdi. Qo'shimcha savollarga bemalol javob olishlari mumkin. Ravzadan muammo yo'q. Ravzaga Xudo xolasa Madinaga borgandan yagona maqsad insonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ziyorat qilishlik va u kishiga o'sha yerga kirib salomlarni berib, Ravza muboraklarida namoz o'qishlik baxtiga muyassar bo'lish uchun boriladi. Hozirgi kunda mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan muborak oylarda turibmiz. Rabiul avval oyidamiz. Men maslahat beraman ziyoratchilarga, chunki umraga borishni misol uchun kechiktirmaslik kerak. Sharoit bormi? Borish kerak. Ayniqsa bunaqa kunlarda borib, Rasulullohning huzurlarida mana 3 kun turib, salovatlarni ko'paytirib, o'sha yerda ibodatlarni ko'paytirib, hozir zo'r oynamizda borishga harakat qilaverish kerak. Chunki ertaga bu oylar tugaydi. Rabiul avval oyidan keyin boshqa oylar kirib keladi, to Ramazongacha. Endi Ramazonda borsa ham mazza qiladi inson. Kim Ramazonda borib umra qilsa haj savob beriladi deyilgan. Xudo xolasa endi hamma ham umid bilan boradi. Hamma ham o'sha yerga borsam, gunohlarimdan forig' bo'lsam, Xudo xolasa onadan yangi tug'ilgandek bo'lib kelsam deydi. Endi shunaqa odamlar ham bor ekanki, Baxtiyor aka, men ziyoratchilarimizga, mana sizni ko'rayotganlarga, shu bizni kanalni ko'rayotganlarga inson sifatida, men umrachi, ziyoratga jo'natadigan kimdir sifatida emas, bitta bir inson sifatida maslahat beraman, iltimos qilib qolaman. Atlarga borgandan keyin, Saudiya Arabistoniga mana muqaddas Madina va Makka shaharlariga borgandan keyin tilga ehtiyot bo'lish kerak aka. Sababi til besuvay narsa. Besuvay narsadan bir narsa chiqib ketdimi, uni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Bu dunyoda 4 ta narsani orqaga qaytarishning ilojisi yo'q bo'lsa, o'sha 4 tadan bittasi og'izdan chiqib ketgan gap bo'ladi aka. Mana yaqinda shunaqa holat bo'ldiki, mana bu narsani Instagramda ham ko'rishgan bo'lishi mumkin. Bir 50 boshi bilan bo'lgan voqea mana. Bir 50 boshi Toshkentdan Madinaga borishadi. Madinada 3 kun turishadi aka. 3 kun turishgandan keyin Makka shahriga yo'lga chiqishibdi. Ya'ni umra qilgani Makkaga kelishsa 2 soat oldin kelib qo'yishibdi mehmonxonaga, 2 soat oldin. Bulardan oldingi ziyoratchilarni chiqarganda xonani tozalashga tushib ketishgan. Xonani tozalab ulgurmasdan bular kirib kelgan. Kirib kelgandan keyin haligi joyda 2 soat kutib turasizlar deyishgan. 2 soatga, qarang, 2 soatga sabr qila olmagan ikkita odam, ikkovi ham ona bola ekan, ayol kishilar ekan. Ular nima degan? Biz bunaqa qiyinchiligini bilganimizda, bunaqa qiyinligini bilganimizda, bunaqa qiynalishimizni 2 soat, 3 soat kutishimizni bilganimizda biz kelmay qo'yaverardik degan, qarang.
kelmay qo'yaveradi deydigan. Umra mashaqqatli amaldir deyiladi. Umraga borgandan keyin mashaqqat chekish kerak, riyozat chekish kerak. To'g'ri, men bu gapim bilan misol uchun odamlar ko'chada qolish kerak, och qoldirish kerak, odamlarni qiynash kerak demoqchi emasman. Odam borgandan keyin ibodatga ketyaptimi, aqlli ishlatish kerak. Xullas shu gapni gapirishibdimi? Allohning qudrati bilan umra qilgan chiqishyapti o'sha kun o'sha ona bola. Mazalari bo'lmay qoldi, bexos unda o'sha yerga xonaga joylashgandan keyin mazasi bo'lmay qolgan. Endi umraga 50 boshi qolganlarni olib chiqib ketib, bular bilan keyin xotirjam olib chiqib umra qildirib qo'yamiz boshqa guruh bilan degan. Olib chiqib ketishgandan keyin Baxtiyor aka, oradan 2-3 kun o'tgan bu 50 boshi umra qildirib kelgandan keyin charchagan, uxlagan, turgan, boshqa ishlar qilib, oradan 2 kun, 3 kun vaqt o'tgan. Keyin endi biladi-ku kim kelganini ro'yxati bo'ladi. Shu ro'yxat bo'yicha qarasa o'sha ona bolani hali ham umrasi qilinmagan. Xonalariga kirishsa aka, mazalari yo'q yotishgan aka. Allohning qudrati bilan aka 11 kunda umra qilishalmabdi. Umuman tavof tugul Ka'bani ko'rishmabdi aka. O'sha yerda xonasida mazasi yo'q bo'lib yotib, o'sha yerdan samolyotga o'tirib uchib ketdi aka. Mana nima holat. Hozir misol uchun to'g'ri $1000 umra qilib kelyapti odam, hoji bo'lib kelyapti-yu, lekin nima uchun borayotganini juda ko'pchilik esidan chiqarib qo'ygan. Borib turib, aviatsiya sohasida nosozlik, samolyot nosoz desa, yo reski zadeshka beryapti desa, telefon qilyapti-da, nimaga meni ota-onam kelmayapti? Nimaga bir kun, 2 kun qolib ketyapti? Men seni borib yozaman ustingdan deyapti. Militsiyaga beraman deyapti. Seni firmang u ekan, seni firmang bu ekan deyapti. Aytmayaptiki, to'xta, ota-onam ketishdi. Maza qilib 3 kun Madinada, 11 kun Makkada turishdi. Allohning izni bilan. Xudo xohlamasa, bilasizsa, odam kiprik qoqolmaydi. Alloh xohlamasa insonga qilib kiprini qoqolmaydi. Alloh xohlagani uchun shu ishlar bo'ladi. To'xta, bu Alloh mehmon qilaman debdi. O'zini huzurida 1 kun, 2 kun maza qilib chiqib Ka'baga chiqib ibodat qilib, 1 rakat namozga, 1 rakatiga 100,000 rakat savob beriladi. 5 mahal 1 kun o'qib olsa qancha savobga ega bo'ladi inson? Odam shu narsalarning hisobini olish kerak ekan. Endi maqtanib, hojatda hoji aka bo'lganib boradigan bo'lsa, bormay qo'ygani ham yaxshi. Chunki bekordan bekorga pul sarflagani qoladi. Niyatga qarab bo'laveradi aka. Kim yomon niyat qilsa, men o'sha yerga borib rasmga tushgani boryapman. O'sha rasmga tushib kelaveradi. Bo'ldi, unga hech qanaqa savob yo'q. Kim men ibodat qilgani boraman, Allohning oldiga boraman, men Rasulullohning oldilariga boraman. Huzurlariga borib ziyorat qilib, salovatlarda aytib, 3 shumollarda 3 kun turib, Allohning baytiga kelib, men Allohga tavba qilaman desa, o'shanga yarasha savob olaveradi. Endi har kimga ham tiliga Alloh taolo o'sha nimani labbayka Allohumma labbayk degan so'zni har kimga ham bermaydi. Misol uchun-da, aka har kim ham umraga boravermaydi. Alloh taolo xohlaganlar boradi. Odamlarning million puli bor, bora olmayotgan serob. Yo vaqti yo'q, yo imkoniyat yo'q, yo sog'lig'i ko'tarmaydi aka. Xudo xohlamagani uchun bora olmayapti-da. Xudo xohlab bo'lsa, Alloh xohlab bor bandam desa, 2 soat qolganda, 1 soat qolganda ketyapti odamlar. Misol uchun-da, telefon qilib, chiqing, nima bo'lib qoldi siz? Shunday so'mkalarni tayyor turgan bo'lsa, kelib tut ust boshini solib yugurib ketyapti. Borib 8 soatdan keyin Madinada yuribdi aka. Misol uchun sizga oddiy qilib tushuntirgan. Nimaga? Alloh xohlasa-da, odamlar otda borgan, tuyada borgan, piyada borgan aka. Bora olmay yo'lda o'lib ketgan qancha, misol uchun. Allohning baytini ko'rmay yo'llarda o'lib ketgan bir paytlar odamlar. Hozir mana kengchilik, bitta samolyotga o'tirsa 6 soatda boshda bo'lyapti. Misol uchun Madinadan Makkaga tuyak yuklab olib kelayotganimiz yo'q. Otga mindirib olib kelayotganimiz yo'q. Avtobusda kelyapti. O'shanda ham nolaveradida ko'pchilik. Deydi, men deydi, Madinada 1,5 Makkada 1,5 kilometrda turibman. Misol uchun, endi biz boshida ham aytamiz, 800 metrdan 1,5 kilometrgacha bo'lgan masofada 3 ta joyda mehmonxonamiz bor. Madinadan yurganingizda qaysi biriga joy qilingan bo'lsa, o'shanga kelib tushasiz deb aytamiz. Men yana qaytarib aytaman. Men oddiy inson sifatida aytamanki, tilga ehtiyot bo'lish kerak. Xudo har kimni ham chaqirmaydi aytlarga. Nasib qilgan boradi. Nasib qilmagan bormaydi. Xudo xolasa mana endi reysimizni kunlarini tanishtirib o'tdim, pullarini aytdim, standart paketligini aytdim. Bemalol ekrandagi turgan telefon raqamlariga nafaqat O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston fuqarolari ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin ekan. Yana qo'shimcha savollari bo'lsa,
qanaqadir bir qiziqtirgan ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga telefon qilishsa, biz shu Hikmat Travel gruppasini tashlab beramiz. Ziyorat sayohatlarni ko'zdan kechirishadi. Ibodatda qanaqa bo'lyapti? Ziyoratlar qanaqa bo'lyapti? Qanaqa shart-sharoitlarda turishibdi? Oziq-ovqatlari qanaqa? Hamma yoqda ko'rishadi. Ma'qul kelsa xizmatimiz pasport tashlashsa joylab beramiz. To'lovni xohlasa aeroportda qilishsin, xohlasa ofislarga kirib telefon qilishaversin. Misol uchun ofisda to'layman desa, Toshkentda ham ofisimiz bor, Farg'onada ham bor. Lokatsiyalarini tashlab beramiz. Bemalol kirib ibodat qilib, aka, misol uchun borib xotirjam, batga ketayotib to'lovni qilib, kelib, to'lovdan keyin borib bemalol ibodatlarni qilib, xotirjam yurishlari mumkin. Firma rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel. O'sha 14 ta litsenziya berilgan umra firmalarining qatorida bor biz. Xudo xolasa, yana qanaqadir qo'shimcha savollaring bo'lsa, qiziqtirgan savollarga 24 ga 7 telefonlarimiz ishlab turibdi. Aloqaga chiqishlari mumkin. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Hammamizni Xudo o'zini baytiga chaqirsin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.